Assalomu alaykum. Chorva savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga yakshanba 2026-yil 26-iyun. Biz bugun Namangan viloyati Namangan tumani Tepao'ron qishlog'ida Dilmurod ukamizni qo'y fermalariga, ya'ni xonadonlariga kelganmiz. Boshlangan kunlaring xayrli va barokatli bo'lsin deya hurmatli obunachilar. Biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolisa chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Video yoqsa aytganimdek bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Bugungi video obzorimiz o'ta zo'r bo'ladi. Nimaki, Dilmurod ukamizdan haqiqiy kashtanlarni zo'ridan storizki variantlaridan ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Aytgandek video yoqsa bittadan like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum Dilmurod. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Yo'ldingizmi aka? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Xudo xolisa bugunga 5-6 partiya bor, ha? 5-6 partiya bor bugungaligi. Hurmatli obunachilar, videoni oxiriga ko'rsalaring, sizlar qidirgan qo'chqorlar chiqib qolishi mumkin. Haqiqiy Dilmurod ukamizda bugun nasldorlari juda ko'p ekan. Xudo xolisa narxlarini chiroyli qilib yoritib, narxlarni ham yengilroq qilib qo'yib berishga harakat qilamiz. Dilmurod, birinchi partiyamizga yoshi qanaqa buni? Bu 4 o'tdi yaqinda mana. 4 o'tdi. Mana hali to'ldirmagan. Hali to'lmabdi. 4 o'tdi, hurmatli obunachilar. Haqiqiy naslga, urug'likka zo'ridan qidirib yurgan aka-ukalarga tavsiya qilaveramiz. Yedi ichishni sog'lig'i. Muammosi yo'q, xudo xolasa. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Sinovdan o'tgan-a? Sinovdan o'tdi aka. Bo'ldi. Bu bo'ybasini bitta o'lchaylik, keyin men obzorini qilib beraman. Bo'ldi. Qo'ying metr. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring bir e'tibor beringlar, bo'ybasiga pashti 1 metr chiqyapti. 95 plyusda ekan. 95 ga olish olsin. Hurmatli obunachilar, mana uzunligiga ham bir e'tibor bering. Uzunligi 1 metr ekan. Hurmatli obunachilar, garbonoz zo'r, yoshi 2-dan 4ga chiqqan. Bo'ybaslari 95 plyusda. Yungi ham toza, kastiyaklari baquvvat. Oldi kengligiga ham bir e'tibor berib ko'rasiz. Oldini kengligi ham nihoyatda zo'r. Toza nasldoridan zo'ridan olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilaveramiz. Orqa oyoq kengligi, dumbalari, razrez yo'q, hali pichlik o'tadigan dumbadan emas. Yelka kengligi ham nihoyatda go'zal. Stoykalari haqiqiy sportning holatda. Haqiqiy urug'likka qidirib yurgan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Qo'yga ishlashiga garantiya berasizmi? Garantiyasi beriladi. Narxini nima deymiz, Dilmurod? Buni 1400 qilib beramiz buni. $1400. Xayr sunnati bor, ha? Xayri bor. Bo'ldi. $1400 hurmatli obunachilar, xayr sunnati bor. Ekranda nomerga aloqaga chiqaverasizlar, shoshilavering. Hurmatli obunachilar, bu ikkinchi partiyamiz. Ikkinchi partiyamizga ham qo'chqorda haqiqiy go'zalidan. Qo'chqorda stoykasiga bir yaxshilab e'tibor berib ko'ringlar. Haqiqiy nihoyatda go'zal, toza qonli, haqiqiy urug'likka bo'laveradigan variantidan mana. Oldilariga ham qo'chqorda bir garbonozlariga, yungiga bir e'tibor bering. Qo'chqorni naslga olishda yungida ham adashmang. Yungini ham zo'ridan oling, ertaga bolani ham haqiqiy o'sha zo'r beraveradi. Xudo xolisa, kelajagi bor narsa olsangiz yaxshi bo'ladi. Buni yoshi qanaqa, Dilmurod? Bu ham 4 ga o'tgan. Bu ham 4 ga o'tdi. Mana. Mana hurmatli obunachilar. Bo'ldi, ko'rindi. 4 ga o'tdi. Oldi to'shi zo'r ekan buni. Alloh ham keng. Oldi to'shini qarang, oldini kengligini. Oldiga bo'rtib chiqqanini qarang, haqiqiy zo'r. Kasiyaklari baquvvat, kalla garbonozlari kelgan, quloq joylashuvlari norma. Yungi ham toza simjun, oyoq qo'lda baquvvatligi ham e'tibor berib ko'rasiz. Mana orqa oyoq kengligi ham nihoyatda zo'r. Dumbalari tikka dumba, yelka kengliklari ham o'ziga yarashgan. Stoykasiga bir e'tibor bering. Stoykasi ham nihoyatda go'zal, haqiqiy sportning holatda. Toza urug'likka olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Bo'ybasini bitta o'lchab ko'rsataylik, keyin narxini aytaverasiz. Buni qarang. Bugungi ilojini boricha shu 95 plyuslarni qo'yaverar ekanmiz, hammasini. Yiriklari kelgan bugun. Haqiqatan yiriklari kelgan ekan. Hurmatli obunachilar, haqiqatan yirigidan olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Bu yog'i ham 95 plyusda, balandligi ham 95 plyusda. Kvadrat. Xudo xolisa yedi-ichishida muammosi yo'q, sog'liqlari joyida. Qo'yga ishlashiga ham bir hafta garantiyasi beriladi. Bor, ha. Dastlabki xizmat nima bo'ladi? O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bor. Ekranda nomerga aloqaga chiqsalaring, ishlaring bitadi. Kimga mana shunday nasldor, sifatli narsa kerak bo'lsa, aloqaga, qo'y kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilaveringlar. Narxini nima deymiz endi buni? Abdon aka, buni 1300 qilib beraman buni. Sal xayr qilib bering. Xayri bor, telefon qilsa ishlari bitmay qolmaydi aka.
Bo'ldi. Bitiramiz. Telefon qolganda ishi bitadi. bitadi, Alloh xohlasa. xolisa. Hurmatli obunachilar, $1300 xayr sunnati bor. Ekrandagi nomerga aloqa chiqaveringlar, ishlaringiz bitadi. Shoshilaveringlar, biz keyingisini ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, 3-partiyadagi qo'chqorimizga ham bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Nimagaki, haqiqiy kashtanda zo'ri. Buni bir yungiga e'tibor bering. Yungi ham nihoyatda go'zal, haqiqiy simjun. Mana shunday toza nasldor qo'chqor kerak degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Orqa boshlari ham nihoyatda go'zal ekan. O'zi tulaydigan variantda bu ham Orifjon aka. O'zi tulaydi buni. O'zi tulaydi bu ham. O'zi tulaydigan variantda mana. Yungilari to'kilib o'zi mana shu holatga kelgan, hurmatli obunachilar. Xudo xolisa 7 ishlarda muammosi yo'q. Hech qanaqa muammosi yo'q. Hammasi sinovdan o'tgan. To'yga ishlashga ham garantiyasini Bir hafta kafolati bor hammasini ham. Stoykasini qarang, stoykasi ham zo'r ekan. Yoshi nima endi buni? Bu ham 4 kishi. Bu ham 4. Mana. Endi bu Birinchi, ikkinchi, uchinchi partiyalarimiz bir qo'ra. hammasi ya? Ha, bir qo'ra, uchalasi. Hurmatli obunachilar, bitta odamda qo'chqor, ya'ni bitta qo'radan chiqqan uchalasi ham xudo xolisa haqiqiy urug'likka bo'laveradigan, adashmasam sovliqni ichida yurmagan. Yo'q. Olib borib sovutamiz deyishmaydi, baribir. Sraz qo'shishaveradi. Sraz qo'shishaveradi. Nimagaki, urug'likka deb bir kishi chaqirib, men o'zim tarbiyalab qo'yganman. Urug'likka tayyor qilib qo'yganman, sovutib qo'yganman deyilgan, xudo xolisa o'ylanmasdan aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ybastini bitta o'lchaveraylik, keyin obzorini qilaveramiz. Hop, 90 plyusda 92 93 chiqyapti. 90 plyusga olishaveradi. 90 plyusda. Hurmatli obunachilar, kalla garboni zo'r, quloq joylashuvlari nihoyatda go'zal. Kallani kattaligi quloq unchalik ko'rinmayapti. Yunglari toza, kasiyaklar baquvvat, oldi kengligi ham zo'r, nihoyatda go'zal. Mana hop, orqa oyoq kengligi ham zo'r, xudo xolisa haqiqiy ideal. Dumbalari ham kengina mana. Yelka kengligini qarang. Yelka kengligi ham nihoyatda go'zal. Buni stoykasiga bir e'tibor bering. Stoykasi ham haqiqiy go'zal. Toza naslga urug'likka olaman degan aka-ukalarga qo'rqmay tavsiya qilaveramiz. Nima deymiz endi buni narxini, Dilmurod? Buni 1200 ga xayr qilib beraman buni. $1200 ga xayr sunnati Xayri bor, ha. Hurmatli obunachilar, har bitta chiqargan qo'chqorlarimizda xayr sunnati bor. Xayr sunnatiga Endi o'zlari savdolasha olishaveradi. Oladigan odam savdolashaveradi o'zi. Bo'ldi, savdolashib olaverasizlar. Shoshilib aloqaga chiqaveringlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolisa aloqa achsalaring, ishlaring bitadi. Mana qo'chqorni o'zlaring. To'shlari ham o'ta kelgan jonivor qarab. Oldi to'shlarini qarang. Nihoyatda zo'r. Toza simjun haqiqiy qo'chqor bu mana. Haqiqiy maqtasang arzuradigan, xudo xolisa urug'likka haqiqiy naslga bo'laveradigan variant. Shoshilaveringlar. Biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, bu 4-partiyamiz. 4-partiyamizga ham qo'chqorda haqiqiy ideal bekamko'z variantidan. Qo'chqorga bir yaxshilab e'tibor berib ko'rsalaring, oyoq qo'li baquvvat, kelajagi bor, haqiqiy naslga bo'laman degan variantda. Toza kashtan simjun. Burun tumshuqlarini qarang buni. Tumshuqlari ham nihoyatda go'zal. Haqiqiy. Yoshini sizlar ko'ra to'tgitaylik, ha. 4 kishi mana qo'chqorimiz. 4 kishi bo'ldi. 4 kishi. Kalla garboni zo'r. Quloq joylashuvlari nihoyatda zo'r. Oldi kengligi ham nihoyatda baquvvat. Oyoq baquvvatligi, kasiyaklardi, yungini tozaligi, stoykasi ham nihoyatda sportli holatda. Toza naslga qidirib yurgan aka-ukalar shoshilasizlar. Shoshilib aloqa achsalaring, ishlaring bitadi. Buni qarang, go'zalligini. Xo'p, 7 ishtisi sog'lig'i, qo'yga ishlashi. Hammasiga bir hafta kafolati bor, Orifjon aka. Hammasiga bir hafta kafolati bor. Mana hurmatli obunachilar, hamma yo'g'i bir hafta kafolati bor. Oyoq qo'liga bir yaxshilab jing solib qarang, haqiqiy nihoyatda go'zal. Bo'y bastini bitta o'lchaylikchi. Mana hurmatli obunachilar, bo'y bastlari. Bo'ldi, 95 plyus ekan, ha? Beravering menga. Xo'p, nima deymiz bu narxini, Dilmurod? Buni 1300 qilib beraman, Orifjon aka. $1300. Ha. Kam bor. Kami bor, hammasini ham. Bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati, hurmatli obunachilar, $1300 xayr sunnatiga o'tib beriladi. Shoshilib aloqaga chiqaveringlar. Biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, bu oxirgi partiyamiz. Oxirgi partiyamizga Arashandi zo'ridan olaman degan aka-ukalarga Arashandi toza ideal variantdan. Qo'chqorga bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Nihoyatda go'zal, oyoq qo'llari hamma yo'g'i kelgan. Buni qarang. Oldilari ham nihoyatda keng. Oldi kengligini qarang. Haqiqiy bo'ladigan narsa. Xudo xolisa, hurmatli obunachilar, sizlarga tavsiya qilaman, mana shunday nasldor qo'chqorlarni olib, sog'liqlaringga qo'shib ko'paytirishlaringni tavsiya qilaman. Nimagaki, hammasi ideal holatda. Hammasi bo'ladigan narsa. Yoshi qanaqa buni, Dilmurod? Bu qo'zidan chiqdi 2 tishga mana.
Yaqinda chiqadi. Bo'ldi. Bo'y Endi bastini chiqadi. bitta o'lchab ko'rsataylikchi. Bo'g'ib qo'ymang-ku. O'tadi. Hozir oyog'ini turib olsin janob. To'g'rilab oling. Mana bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, bo'y bastlari. Bu ham 95 plyusda ishlayapti. 95 ga olishaveradi bu ham. 95 ga olishaveradi. 7 ishchisi qo'yga ishlatish Hamma to'g'ri bir hafta kafolati bor. muammosi yo'q ekan. Muammosi yo'q, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hamma tomonlama kafolat beriladi, muammosi yo'q. 7 ishchida, sog'lig'ida hamma yo'g'i kelgan qo'chqorimizda. Xudo xolasa mana shunday toza nasldor qo'chqor kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Kallagar bonuslar zo'r. Bu qo'zida Xudo endi joylashuvlari chiqarib, jana hali zo'r. qo'y qo'shilmagan. Adashmasam bu 1 metrdan o'tib ketadi. O'tib ketadi, xudo xolasa bu qo'y. Nimagaki hozir qo'zidan endi Hozir 95 95 chiqyapti. bo'lgandan keyin kasiyakda baquvvatligini qarang. Kasiyaklar ham haqiqiy baquvvat. Orqasi ham, oyoqlar ham haqiqiy baquvvat. Orqa oyoq kengligi, dumbarazringiz ham tepaga doğru bor ekan mana. Yerga kengligi ham zo'r. Stoykasi ham nihoyatda zo'r. Haqiqiy urug'likka bo'laveradigan variant. Nima deymiz bu narxini? 1200 qilib beraman jon aka buni. $1200. Hurmatli obunachilar, $1200 kami bor o'tib beriladi. Ekranda nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilaveringlar. Zumrad bu oxirgisimi? Oxirgisi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelica qilish eslaringizdan chiqmasin.